Başki Otraki Ulanmaki Yalğızki Kalı kavunu yevetti. Kamil kalını heydivetti. Şepki kiygen Mahmut Bay, telpek kiygen Davut Bay. Epkeşti sot toşu almay, yetuvaptı Savut Bay. Keklikede neygi mağbınız? Kiyi hocamның toyuğa. Toyla acep kızımakta, nağır sunay yanırmakta. Bilikim bilek, kötürüdü çilek. Yıkıttı meni, bir tal tong tizek. Ki keli kel. Ki közi köz. Ki keti ket. Mi meni men ketmen. Ki keti ket. Mi meni men ketmen. Mehke tep koşulsa mektep buludu. Me-me-ki mek Te-e-tep-tep mektep. İkke ki koşulsa iki buludu. İki ik Ke iki İki Öge Rük koşulsa Örük buludu. Re örük 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 Ke a ka Me a ma le mal Kamal Me a me ke mek Te a tep pe tep Ke a ke Ke e ke Te i ti Ve a va Te i ti De u du Kitivatıdu Kamal mektepke kitivatıdu. Əcirinin tigi altın. Opa, men mektepke maldım. Somkanğa kempüte başka yemekliklerini sepip koydum. Bana çilekini et çıkıp belgin. Kavlanın düğünü soku yiyiltey. Mektepten baldırak kaytıp gelgin ha? Opa, karutumnu retlik yığıştırıp ettim. Emdi mağmasam keçikip kalımen. Oton, oğlunuz qani? Köymedilim o. Ani qarısılar o mektepke ketdi. Bo'riroq kelishni aytdingizmi? Bu maktabdan kelsa, ketmanni ilib arqo'ylig'i chiqsin. Heliqi qurib qolgan ko'takni ko'lab chiqarib, o'tin qilib o'tayli. Bo'ladi, yursilar birdam aram ele o'lib andin chiqsilar. O Kamal emasmi? Ha, shukan. Uni qazi bir adablab qo'ymaymizmi? To'xtab turishing, xabsanlarni men aldadim, nima gunoh qildim? Ha, nima gaping bor? Sen darsda yaxshi bo'lganing bilan bizni nima qilib aytding? Mana misa? Nimish qo'risizlar? Mana endi bo'ldimi? Mushtimdek turib qara buning gapini. Uni qattiq qo'ra. Ana do'ppangni. Aqlan bo'lsa bundan keyin darslarda oldimizga o'tib ketmoqchi bo'lma.
Men texmi tirishib, senlarga o'zimni bir ko'zitib qo'ymusam. Kamal tehiç qaytib kelmaydi. Menmi ensirab qoldim. Opa, men qaytib keldim. Hani bo'lsa qaytib kelsan, sendan ensirab turgandim. Balam, sana nim bo'ldi? Sen azaldan birasi bilan so'qishib qolmayding. Kim bilan so'qishding? Kim seni boshunda qattiq urdi? Yo'q, opa, men urushmadim. Undaqda yuzing ko'k, do'ppan qon turdi-ku. Bugun maktabda futbol o'ynagan edik. Ehtiyotsizlikdan yiqilib ketdim. Ondaq emasdi. Dasgap qil. Sana zaten nim bo'ldi? Agar birasi buzaq qilgan bo'lsa, bugundan boshlab maktabga bormay, yenimizda turgan. Men burunmi sana degan, biz degan dehqonda. Dada, siz undaq demang. Dehqonning bolasi nimishqa oliy maktabga boramaydi ekan. Hozir kim yaxshi o'qisa shu bora olaydi. Menga ishining dada. Dada, bugungi darslarimni takror qilib olay, ha? Ma'qul bolam. Sen bek yaxshi jumu dada. Hey Kamal, bu yoqqa kelgina. Yaxshimisiz muallim? Yaxshimisan Kamal? Men sana bir xo'sh xabarni yetkazay. Sen bizning maktab bo'yicha birinchi bo'lib imtihondan o'tibsan. Seni tabriklayman. Derhal uyingga qaytib o'qishga minishga tayyorlik qil. Bu rasmi muallim. Mening oliy maktabga o'tishim uchun siz ko'p ajr singdirdingiz. Menga o'z bolangizga kuyinganda kuyindingiz. Men buni esimdan chiqarmayman muallim. Rahmat sizga. Savoqdoshlarim, sizlarni tirishib yaxshi o'qinglar. Sizlarning bu imtihondan o'tib o'qishga berishinglarni umid qilaman. Muallim, men bu xush xabarni uydagilarga yetkazay. Sizni keyin yo'qlab kelman. Bag'in Kamal, uyingdagilarga mendan salom aytqin. Bek yaxshi bo'ldi. Opam bilan dadam bu xabarni anglasa qanchalik xush bo'lib ketdi. Opa, dada, men keldim. Dada, men imtihondan o'tibdiman. Shundaqmi? Muborak bo'lsin bolam. Meni kechirgin. Men seni o'qishdan bir necha qitim to'sibdiman. Bu qilganim uchun oldinda to'liq xijilman. Undaq demang dada. Siz meni o'qitish jarayonida ko'p jafolarni tatdingiz. Men o'qishdan kelguncha yana nurg'un jafolarni tatdingiz. Men texmi tirishib o'qib, ajringizga javob qaytaraman. Rahmat o'g'lim.